Eng aldı bilen tuxumni pakiz juyup elip, soğuk suğu selip, bir qo'shiq atrofida tuz selip etip, ağzını uç qo'yib turib qaynatib olamiz. Bunda qanda tuxum yerilib ketmey bütün holati pişidi. 8 minut atrofida qaynatib olsak pişidi. Buni soğuk suğu selip, shakarlarni suyib etip, Şundaq təmnin qat-qatiq siniş üçün yenik holatda pichoq quryapmiz. Ondan qozonga sal chaqiriq may quyib, may tuchigan vaqtda qiziq holatda tuxumni selib, olti rang kirgichlik shundaq sog'liq qilib elib olsak bo'ladi. Say ko'ktatlardan samsaq, so'ng piyoz, zanjivil, ozroq shamijoni ushaq qilib to'g'rab tayyor qo'yib, qozonga ozroq qaytadan may quyib, may tuchigan vaqtda mush saylarni selib, sarg'aytib, xushbiroq chiqishlik qovurib olamiz. Ondan rangining texim qizilroq chiqish uchun uyda tayyor qilgan loz qiyamdan bir qo'shiq, loz unidan bir qo'shiq, tuzdan ozroq selib, bularni yaxshi aralashtirib olgandan keyin o'zchinningki qurg'oq so'men tetitqusidan bir qo'shiq atrofida selib olamiz. Tetitqu sohasidagi boshlamchi marka 13 yildan buyon butun diqqatni yuqori sifatli tetitqu ishlab chiqarish qaratgan o'zchining har xil tetitqular bor pokiz ishonchlik boshqa do'konga esib qo'ydim. Lozim bo'lsa gaz tushirib olsanglar bo'ldi. Bularni yaxshi bir aralashtirib etib, xushbiroqlar chiqqan vaqtda jang yo'dan 1-2 timim temitib etib bilan o'ttirib piyola suv quyib, suv qaynagan vaqtda tuxumni to'kib, shundaq normal o'tda to'xtamay aralashtirib, mush qiyamlar tuxumga singishkichilik biroq aralashtirib olamiz. Ondan shavsonni ushaq to'g'rab, shavsondan biroz selib etib, bularni yana bir aralashtirib etgandan keyin taqsimizga usib elib, ustiga yana bir qo'r shavson chechib etib, tetitquning ichidan birga chiqadigan pishiq kunjut bor. Bularni ustiga chechib etgandan keyin yeydigan bo'lsak, ajoyib esil tuxumimiz tayyor bo'ldi.